bolangiz kichkinaligidan ingliz tilini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, kitobga mehrli bo'lishini xohlasangiz, bu dastur umumiy bolani rivojlantirish uchun, uni kichik motorikasini, katta motorikasini, xotirasini, miyasini rivojlanishini, neyronlarini o'stirishini ta'minlashda sizga yordam beradigan dastur bo'ladi. Birinchi bo'lib O'zbekistonda aytishgan, ayzapa siz chiqdingiz farzandiga, masalan, O'zbekistonda turib ingliz tilini o'rgata olish mumkinligini ko'rsatib berdingiz deb, farzandini tilini kech chiqishiga, rivojlanmay qolishiga, bu narsani ingliz tilida qanaqa qilib aytarkanman deb o'ylaganman. Nimaga? Emotsiyalar mavzusi bizda ko'pincha ignor qilinadigan narsa, lekin hozirgi kunda hamma narsani sun'iy intellekt hal qilayotgan, internet hal qilayotgan vaqtda bizga eng odamlar bilan kontaktimizni ushlab qola oladigan, networkda ishlaydigan, bizni biznes qilishimizga, munosabatlarimizni sog'lom bo'lishiga yordam berayotgan narsa bu emotsional intellekt bo'ladi. Xitoyga borganimda bitta narsaga juda ham hayron qolganman va nima sababdan farzandlarimiz hozir yaxshi o'qish olmayapti deb rosa tadqiqot qilishgan ekan. Nima, ularda malnutrition bo'lyaptimi, yaxshi ovqat yemayaptimi? Bir kunda 15-20 daqiqa sarflashingiz kerak bo'ladi va o'shanda albatta siz natijaga erishasiz. Judayam ko'p, hattoki o'zi o'qituvchi bo'lgan ota-onalar ham farzandiga ingliz tili o'rgatmaydi. 4 yoshda boshlaganimdan keyin o'g'lim menga birinchi qilgan qarshiligi, bilasizmi, qachonlardir meni eng katta orzuyim o'zimni bolam bilan erkin, maza qilib, bemalol ingliz tilida gaplashish, u bilan birga kitoblar o'qish va bolamni aynan ingliz tilida kitob o'qiyotganini, uni tushunayotganini ko'rish bo'lgan. O'zimni farzandimni menga o'xshab ko'plab yillarini ingliz tili o'rganishga emas, aynan ingliz tili orqali ilm olishga, kelajagi uchun poydevor qurishga sarflashini xohlaganman. Va hozirda o'g'lim 10 yoshda, 4 yoshidan boshlab unga ingliz tili o'rgatishni boshlaganman. Hozir u erkin ingliz, o'zbek, rus tillarida suhbatlasha oladi, 3 ta tilda kitob o'qiy oladi va o'qiganlarini tushuna oladi. Bu yo'l menga oson bo'lmadi. Juda ham ko'p qarshiliklarga uchradim, xatolar qildim. Nimanidir keyinroq o'rgatish mumkin bo'lgan narsani men majburlab balki bolamga oldinroq o'rgatdim yoki xato o'rgatdim. Buni xatosini qoplash uchun yana oylab vaqtlarim ketgan bo'ldi. Va shuncha yil o'tib, boshqa ota-onalar bilan ishlab, Xitoyda xalqaro bog'chalarda bolalarni o'qitib, yuzlab bu borada kitoblar o'qib, shuncha yildan buyon mana endi bolalarga haqiqatda til qanaqa o'rgatilishi kerakligi haqida anchagina yaxshi tushunchaga ega bo'ldim deb qo'rqmasdan ayta olaman. Men uchun nimaga ingliz tili muhim bo'lgan? Aslida bu shunchaki bir til. Agar inson boy bo'ladigan bo'lsa, har doim yonida tarjimon olib yursa ham bo'ladi. Lekin men aynan o'zim kitoblarni ingliz tilida o'qiganim uchun, ma'lumotlarni to'liq birinchi qo'lda ingliz tilida o'qiganim uchun aynan farzandimda ham birinchi qo'l ma'lumotlarni olishini, ingliz tilida kitoblar o'qishini juda ham qattiq xohlaganman. Instagramda kuzatuvchilarim bizni ingliz tilida gaplashishimizga, har kuni kitoblar o'qishimizga havas qilib, ayzapa biz ham farzandimizga ingliz tili o'rgatmoqchimiz, qaysi maktablarga beraylik, nima qilaylik deb juda ham ko'p savol so'rashadi. Va bilasizmi, o'g'limni Xitoydan olib kelib bog'chaga joylashtirmoqchi bo'lib bog'chalar surishtirganimda, har qanday bog'chaga kirganimda bizda ingliz tiliga ixtisoslashganmiz, bizda ingliz tili mukammal o'tiladi deb aytgan, lekin o'zim metodist bo'lganligim uchun darslarni kuzatganimda umuman darslari talabga javob bermaydigan holda bo'lgan. Va men hech qachon umidimni bog'chaga, maktabga tashlab qo'ymaganman. Chunki men juda ham yaxshi bilaman, sanoqli, juda ham qimmat bo'lgan oyiga $1000, 900, $1200 maktablardan, xalqaro maktablardan tashqari boshqa maktablarda aynan bolani erkin darajada ingliz tilini yoshligidan gapirtira oladigan joylar hozircha juda ham kam. Albatta borgan sari o'qituvchilar, metodikalar kuchayib boryapti. Xudo xolasa bunaqa vaqtlarga ham kelamiz, lekin hozircha to'liq mas'uliyatni maktablarga tashlab qo'ya olmaymiz. Chunki ularda ham vaqt juda ham kam va ular bola ko'p bo'lganligi sababli individual yondasha olishmaydi bolaga. Bolangiz kichkinaligidan ingliz tilini o'rgatmoqchi bo'lsangiz, kitobga mehrli bo'lishini xohlasangiz, bu narsa bolangiz ko'proq siz yoningizda bo'ladi. Siz farzand
farzandingizni eng yaxshi tushunadigan insonsiz, shuning uchun eng yaxshi ustoz siz bo'la olasiz. Juda ham ko'p onajonlar bilan suhbatlashib, ko'plab konsultatsiyalar berib, juda ham ko'p bola bilan birga kitoblar o'qib, o'zimni ustimda rivojlanib, men 1 yil davomida shu o'z farzandiga bosim o'tkazmasdan, qiynamasdan, o'ynab, kulib, kuniga 15-20 daqiqa vaqt ajratib, farzandimga ingliz tili o'rgatmoqchi bo'lgan ota-onalar uchun men dastur yaratdim va bu videoda u dasturni sizga to'liq maksimal darajada tanishtirishga harakat qilaman. Dastur haqida aslida men bir kun ham to'xtamasdan gapira olaman, chunki uni 1 yil davomida xuddi bir farzandni yetishtirgandek mehr bilan yetishtirdim. Juda ham ko'p vaqtimni, butun 1 yil umrimni shunga sarfladim va to'xtamasdan o'qiyotgan kitoblarim bilan, yangi o'rgangan narsalarim bilan uni o'z joyida update qilib borurdim. Sizlarga hozir uni ichida tarkibida nimalar borligini va nima uchun bu dastur aynan sizga kerakli narsa ekanligini ko'rib tushuntirib beraman. Aslida bu dastur faqatgina ingliz tilini o'rganish uchun mo'ljallanmagan. Bu dasturda siz farzandingizni o'tkazib olib, xuddi o'qituvchiga o'xshab dars o'taman deb o'ylamang. Va bu dastur faqatgina ingliz tilini o'rganish uchun ham emas. Bu dastur umumiy bolani rivojlantirish uchun, uni kichik motorikasini, katta motorikasini, xotirasini, miyasini rivojlanishini, neyronlarini o'stirishini ta'minlashda sizga yordam beradigan dastur bo'ladi. Men ota-onalarga aynan birinchi bo'lib O'zbekistonda aytishgan, ayzapa siz chiqdingiz farzandiga, masalan, O'zbekistonda turib ingliz tilini o'rgata olish mumkinligini ko'rsatib berdingiz deb juda ham ko'pchilik aytgan. Albatta, undan oldin bunga juda ham ko'p ota-onalar erishgan va o'shandan keyin men bilingual bola kursini yozganman. Juda ham ko'p konsultatsiyalar qilganman va konsultatsiyalarim mobaynida shuni tushundimki, juda ham ko'pchilik aynan farzandini tilini kech chiqishiga, rivojlanmay qolishiga yoki bo'lmasam qaysidir tovushlarni talaffuz qila olmasligiga ikkita til o'rganayotgani yoki 3 ta rus tili bilan qo'shib o'rgatilayotganini bahona qilib ko'rsatishdi. Aslida ilmiy jihatdan bu narsa rivojlanmagan. Shuning uchun men ekspert sifatida aynan tilni chiqishiga yoki chiqmay qolishiga nimalar ta'sir qilishini o'rganib chiqishga ham majbur bo'lganman. Bu yo'lda nevropatologlar, defektologlar, logopedlar bilan ham juda ham ko'p suhbatlar o'tkazganman. Shu sababli sizga hech qanday bahona bo'lmasligi uchun umumiy erta shunaqa narsalar berilganki, umumiy jihatdan qaysi tilda bo'lmasin, u narsalarni farzandingiz bilan qiladigan bo'lsangiz, farzandingiz umumiy jihatdan tilda bo'lsa ham tillari ravon chiqib, miyasi yaxshi rivojlanadigan bo'ladi. Va men bir gapni juda ham yaxshi ko'raman. Ingliz tili biz uchun shunchaki bahona. Bizni asl sababimiz farzandimizni emotsional intellekti yuqori bo'lgan, umuman jamiyatga foydasi tegadigan, o'zi ham chiroyli hayot kechiradigan kelajakda insonlarni yetishtirish bo'ladi va albatta hammamizning orzumiz ham shu. Qisqacha harakat qilaman, dasturda nimalar borligini tanishtiraman. Birinchi o'rinda, bilasizlarmi, men bolam bilan ingliz tilida gaplashaman deganimda, men juda ham erkin ingliz tilida gaplashardim. Juda ham ko'p chet ellik insonlar menga kompliment qilishardi. Ayzi juda ham grammatik jihatdan ham, leksik jihatdan ham, stilistik jihatdan ham sen so'zlarda ham juda ham zo'r tanlaysan, grammatikasidan ham xatosiz gapirasan deb. Lekin shu holatda ham juda ham ko'p vaziyatlar bo'lgan menda. Bu narsani ingliz tilida qanaqa qilib aytarkanman deb o'ylaganman. Nimaga? Sababi biz maktabda boshlaganimiz uchun kundalik bittavoy ingliz tilini hech kim bilan men suhbatlashmaganman. Shuning uchun men ham uni ingliz tilida qanaqa bo'lishini bilmaganman. So'zma-so'z agar tarjima qilib qo'yadigan bo'lsam, collocation degan narsa bor. O'zbek tilida u narsa boshqa narsani anglatadi. Ingliz tiliga tarjima qilsam, u umuman boshqa narsa bo'lib chiqadi. Shu narsada men juda ham qiynalganman va bu narsani faqat menda emasligiga bir necha marta guvohi bo'lganman. Internetda bolalar bilan ishlatiluvchi frazalar, so'zlar deb juda ham ko'p research qilganman va o'sha mobaynida nafaqat men, balki juda ham ko'p, masalan, Amerikada yashab turib ham keyinroq ko'chib borib farzandi bilan ingliz tilida gaplashishga qiynalayotgan ota-onalarni o'qiganman internetda va undan tashqari
O'g'lim 5 yoshligida IELTSdan 7,5 ball olgan, ingliz tilidan ravon gaplasha oladigan o'quvchilarimga bir kun tashlab chiqib ketib, bilasizlar, to'liq ingliz tilida gaplashasizlar deb tashlab chiqib ketib, kelganimda nima bo'ldi desam, kulishib, "Ayzupa, to'g'risi gaplasha olmadik. Mana shu uyda bo'lib turgan narsalarni unga qanaqa qilib aytishdi? Ingliz tilida nima bo'lishini bilmadik" deb aytishdi. Va juda ham ko'p onalar aytadi, ingliz tilini bilamiz, lekin qanaqa frazalar qo'llanishini bilmaymiz, qayerdan o'rgansak bo'ladi deb. Shuning uchun bizni asosiy dasturni yuragi bu aynan frazalar. Frazalar bo'lganda ham men o'yladim, asosan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar qanaqa atmosferasi bor, ular nimalar qiladi? U bolajonlar ertalab turadi, ovqatlanadi, cho'miladi, kiyinadi, tashqariga chiqadi. Shu barcha uni hayotidagi narsalarni men qoplashga harakat qildim va 16 ta mavzuga bo'ldim. Mavzularni sizga tez aytib o'tib ketaman. Bu ertalab turishimizdan boshlanadi. Ya'ni in the morning deb boshlanadi. Unda bola turganda nimalar so'ylashimiz kerak, ovqatlanyap turganda nimalar deymiz. Undan keyin in the bathroom mavzusida, masalan, tish yuvayotganda nima deymiz, yuvinayotganda, dush olayotganda nima deymiz. Va keyingi mavzumiz masalan emotsiyalar mavzusi. Bu yerdagi ayrim mavzular haqiqatan hayotimizda har kuni bo'lib turgan bo'lsa, ayrimlari biz uchun, bizi o'zbek xalqi uchun odatiy bo'lmagan, lekin kiritilishi kerak bo'lgan narsalarni kiritganman. Masalan, emotsiyalar. Emotsiyalar mavzusi bizda ko'pincha ignor qilinadigan narsa, lekin hozirgi kunda hamma narsani sun'iy intellekt hal qilayotgan, internet hal qilayotgan vaqtda bizga eng odamlar bilan kontaktimizni ushlab qola oladigan, networkda ishlaydigan, bizni biznes qilishimizga, munosabatlarimizni sog'lom bo'lishiga yordam berayotgan narsa bu emotsional intellekt bo'ladi. Shuning uchun bu yerda faqatgina I'm sad, I'm happy, I'm disappointed emas. Bu yerda frazalar berilgan, sizni ekraningizda chiqadi, misollar. U yerda bola bilan bu borada qanaqa suhbat qilish haqidagi frazalarni o'qib turib ham sizda ideya hosil bo'ladi. Demak, bolam xafa bo'lganda shunaqa muomala qilishim kerak ekan, shunaqa deyishim kerak ekan deb. Ko'rdingizmi? Bu yerda faqatgina ingliz tili bilish emas. Bu yerda frazalar, mana sizni ekraningizda ko'rinib turibdi. Ingliz tilida va o'zbek tilida tushuncha hosil bo'lish uchun va rus tilida berilgan. Kimdir rus tilini o'rgatmoqchi bo'lsa ham, o'zi yaxshi bilmasa ham bu yerda frazani anglashingiz uchun ham masalan boshqa tilda ham gapirishni, bola bilan muloqot qilishni o'rganishingiz uchun berilgan. Shularga qarab turib sizda ideya hosil bo'ladi. Demak, bolam bilan shunaqa suhbat quraman ekan deb bu narsalar berib ketilgan. Keyingisi kiyinish. Kiyinishda ham ko'pchilik masalan tugmayni qada, zamuging tort, krossovkangni, o'sha ipini qada degan so'zlarni bilmaymiz yoki kiyinib turganimizda bolamizga nima qilishimiz kerak. Bu yerda masalan tanlov berish haqida futbolkangni kiyasanmi, qizil futbolkangni kiyasanmi, yashil futbolkangni kiyasanmi degan narsalar bor. Bu frazalarni masalan psixologik jihatdan olganman. Ya'ni bolaga kichkinaligidan unga tanlov berishimiz kerak deb. Bu narsalar orqali aytaman-ku, bolangizni har taraflama rivojlantirasiz. Ovqatlanish paytida bunda ham aynan shunchaki manuni ye, anuni ol degan so'zlar emas, vilkano ye degan emas. Bu yerda ham aynan farzandingiz bilan ovqat yeyish jarayonida qanaqa muloqot qilish kerak ekanligini ham ingliz tili shunchaki bahona sifatida siz o'rganib olasiz. Xo'p, bundan tashqari sayr bola hayoti uchun o'ta muhim. Ya'ni tabiatga bolani olib chiqmasak, u rivojlanmaydi. Albatta tabiat bilan kontaktda bo'lish kerak. U yerda ham suhbatlar, nimalar haqida so'rashingiz mumkin, nimalar haqida gaplashishingiz mumkin, barchasi berilgan. Bola bilan birga o'ynash paytida ishlatiladigan frazalar, massaj, qorinchasiga tummy time bor. Bolani, chunki bu dastur bola tug'ilgandan boshlab mo'ljallangan. Bolani u paytda bilamiz, har kuni massaj qilamiz, qorinchasiga yotadi. O'sha paytda ishlatiladigan so'zlar hammasi berilgan. Keyingisi hattoki bolani vanna qabul qilayotgan paytdagi frazalarni ham alohida qilib, qulayligingiz uchun alohida qilib ajratganman. Va good night, good night sweetheart bo'limi bor. U bo'limda aynan bola uyquga ketishdan oldin uni qanday so'zlar bilan tayyorlaymiz, u bilan nimalar haqida suhbat qilamiz, barchasi berilgan. Keyingi bo'limimiz kunni tasvirlash. Ya'ni bola til o'rganayotganda, har qanday tilni o'rganayotganda u tilga
maksimal darajada ko'proq har xil mavzular haqida u bola bilan gaplashishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda alohida mavzu bergan, u yerda kun davomida bo'lgan narsalar qanday tasvirlaymiz, bular haqida sizda ideya hosil bo'ladi. Story time men uchun eng muhim bo'lgan narsa, o'g'lim bilan hayotimizda eng muhim bo'lgan narsa, har kuni bir necha yillardan buyon juda ham bir religiously follow qiladigan narsamiz bu birga ikkalamiz kitob o'qiydigan vaqt. Men ko'p vaqtdan buyon Instagramda kuzatayotganlar biladi. Men har kuni o'g'lim bilan kitob o'qiyman va shunchaki o'qilmaydi, kitob o'qishni ham o'zini qonun qoidalari bo'ladi. Bu yerda ham nimalar so'rash kerakligi, nimalar haqida suhbatlashish kerakligi hammasi berilgan. Potty time bolani garshokka tayyorlashdagi jarayonlar, tashqarida o'ynash, bu ya'ni bolani plashatkaga olib chiqdingiz, nima deydi, qanchalikda uchishda nima deysiz, o'rtog'ingni yonida tur nima deysiz, hammasi berib ketilgan. Va body awareness bu ham juda muhim bo'lgan, lekin ignore qilinadigan narsa, xuddiki tabiiy kelishini kutadigan narsamiz. Albatta biz oldin qumlar o'ynab, toshlar o'ynab biz rivojlangan paytimiz bu narsa bizga tabiiy kelgan, lekin hozir bolalar asosan ekran qarshisida vaqtini o'tkazib shu darajaga kelyaptiki, xuddi chet elda oldin bo'lgan muammolar bizga yetib keldi. Ya'ni bola o'zini vujudi haqida ham conscious emas, ongli emas, ya'ni o'zida og'riqni his qilmaydigan darajagacha bolalar borib qolyapti. Bu narsani u his qilmasa, masalan, boshqalarni uradi, boshqalarni masalan chaqaloqlarni ezib o'tib ketishi mumkin, ancha katta bo'lib qolgan bola. Bunda body awareness yo'q. O'zini tanasini ham yaxshi his qilmaydi, boshqa bolalarni ham tanasini his qilmaydi. Buning uchun demak, ishlatiladigan frazalar, shu frazalarga qarab turib siz bola bilan nimalar o'ynash mumkin ekanligi haqida sizda ideya hosil bo'ladi. Va albatta tozalikni ham, tartibni ham unutmaymiz va o'shaning uchun cleaning up mavzusi qo'shilgan. Bunda bolalar bilan o'yinchoqlarni yig'ishtirish davomida qanday suhbatlar olib borishingiz mumkinligi haqida frazalar terib chiqqanman. Sizni qulayligingiz uchun bu frazalar har bitta bo'limda 2 ga ajratilgan. Agar siz ingliz tilini umuman bilmaydigan bo'lsangiz, birinchi soddaroq 15 ta 20 ta mavzuga qarab frazalar tanlab olingan. Siz o'sha frazalardan boshlab ularga sizda yana ham yaxshiroq tushuncha hosil bo'lish uchun ularga videolar ham biriktirilgan. Chunki sizni eslab qolishingiz uchun har taraflama eshitib, ko'rib eslab qolish uchun men maksimal darajada harakat qilganman. Siz eshitib, uni ko'rib, o'zingiz eslab qolib, masalan 4-5 marta qaytarib farzandingiz bilan o'sha narsalar suhbatlashib, sekin-sekin ularni hayotingizga olib kirsangiz bo'ladi. Va undan keyin mana u leveldan o'tib olganingizdan keyin har bitta bo'limda yana ko'proq 60 tagacha, 70 tagacha frazalar berilgan. Maksimal darajada endi hamma har qanday gapiradigan gaplaringizni qamrab olishni iloji yo'q. Maksimal darajada men qamrab olishga harakat qildim. Bo'limda endi ya'ni kichik PDFlarimiz bor, 15-20 tadan iborat. Keyin o'sha 50-60 talik iboralarimizga men audio qilganman. Uni orqasida backgroundida musiqalar bilan qilganman. Siz qulog'ingiz ko'nikishi uchun, masalan, ingliz tilini yaxshi bilmasangiz, ish qilyapti turganda ham, kir yuvib turganda ham, eshik supuryapti turganda ham qo'yib, qayta eshita olishingiz uchun, praktika qila olishingiz uchun berilgan. Bundan tashqari rus tilisi uncha kuchli bo'lmagan onajonlar uchun, masalan, rus tilidagisini ham men audio sifatida berganman. Uni ham eshitib, rus tilingizni ham ozgina praktika qilib, farzandingiz bilan muloqotda ishlatsangiz bo'ladi. Mana bo'limlar bilan to'liq tanishib oldingiz. O'zi nimaga aynan frazalarni men dasturni yuragi deb aytyapman. Chunki bilasizlarmi, til bu qanaqadir yodlash orqali sun'iy o'rganiladigan narsa emas. Til emotsiyalar orqali, bog'lanish orqali o'rganiladigan narsa. Shuning uchun ham juda ham ko'pimiz maktabda ingliz tili o'rganganlar so'zlar yodlaganmiz, yozganmiz va hokazo qilganmiz, lekin erkin suhbatlasha olmaganmiz. Biz bolalarimizni aynan erkin suhbatlasha olishini xohlaymiz. Va bularning asosida albatta suhbatlar, oddiy suhbat emas. What is this? What color is this? Emas. Aynan sifatli turli xil mavzularda turli xil so'zlarni ishlatib, sifatli savollar berib, bolaga ham sifatli javoblar berib suhbatlashish turadi. Va bitta juda ham aynan suhbatni, bola bilan suhbatlashishni
mощность haqida, kuchi haqida yozilgan kitob bor. Bu kitob Dana Saskind tomonidan yozilgan. 30 million so'z deb ataladi va unda siz farzandingiz bilan to'g'ri suhbatlashish orqali, качественный suhbat qurish orqali uni miyasini, so'z boyligini va umuman kelajagini rivojlantira olasiz deb yozgan. Shuning uchun ham men aynan shu aspektiga juda ham katta ahamiyat berdim. Shu sababdan ham aynan dasturning ichida ikkiga bo'lingan frazalar, birinchisi birdaniga ko'p frazalarga kirib qolmasligi uchun yoki ingliz tilini siz u darajada kuchli bilmasangiz yoki endi o'rganayotgan bo'lsangiz, oddiyroq frazalardan boshlab va uni eslab qolishingiz uchun, yaxshiroq eslab qolishingiz uchun vizual videolar tayyorlangan. Siz ham videolarni ko'rib, u yerda men azvuchka qilganman, meni ovozimni eshitib, o'zingiz qayta-qayta takrorlab, yodlab, farzandingiz bilan suhbatlashib ishlatsangiz bo'ladi. Va ana undan keyin deylik siz 15 ta frazani kundalik davomida farzandingiz bilan har kuni ertalab ishlatdingiz, ularni bemalol o'zingiz ham yodlab oldingiz. Farzandingiz yoshiga qarab hali gapirmagan bo'lsa, juda ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, masalan, hali aytolmaydi, lekin siz уже keyingi bosqichga chiqishga tayyorsiz. Demak, siz ikkinchi papkamizni ochasiz va u yerda yanada ko'plab frazalar berib ketilgan. Va har bitta frazada u yerda shunchaki o'zbek tilidan olib turib men ingliz tiliga tarjima qilmaganman. U yerda siz o'zbek tilida gapiradigan gaplarni ingliz tilidagi ekvivalenti berilmagan. U yerda xuddi amerikalik, angliyalik nativelar bolasi bilan suhbat davomida qanaqa tabiiy jumlalar ishlatilgan bo'lsa, aynan shu tabiiy jumlalar ishlatilgan. Va bularni men ishlab chiqqanimdan keyin native o'zimni tanishlarim bilan yana bir qayta o'tirib ko'rib chiqqanman. Shu naturalniy звучать qilishi shunaqa deb tasdiqlatib olganman. Bundan tashqari meni masalan o'zbek tilini yaxshi tushunadi, lekin unchalik rus tilida aktiv bo'lgan kuzatuvchilarim bor. Ular o'zbek tilini ham o'rgatishni xohlayotganlar bor yoki bundan tashqari farzandi bilan rus tilida ham suhbatlashmoqchi bo'lgan onalar bor. Ularga rus tilini ham o'rgatmoqchi bo'lgan onalar bor. Shu sababli ham inglizcha varianti, o'zbekcha varianti va men maxsus filolog bilan ishlab ruscha variantini ham qilib chiqqanmiz. Maksimal darajada o'zi ayniqsa bolaga gapiriladigan frazalarni birma-bir tarjima qilishni iloji yo'q, chunki umuman boshqa narsa bo'lib chiqadi. Lekin maksimal darajada biz rus tiliga ham native'ga yaqin holatda tarjima qilishga harakat qildik. Va buni mabodo siz rus tilingizda aksentingiz bor yoki qaysidir so'zni to'g'ri o'qishni bilmay qolsangiz deb buni ham o'ylab chiqib, men o'tirib ularni ham sizga bonus sifatida birma-bir azvuchka qilib chiqqanman. Uni ham rus tilidagi talaffuzini eshitib farzandingiz bilan qo'llashingiz mumkin bo'ladi. PDF variantlari bo'lsa sizga vizual jihatdan eslab qolishingizga, chiqarib uyga osib qo'yishingizga yordam bo'la oladi. Birinchi bo'limni qay darajada muhim ekanligini menimcha yetkazib bera oldim. Keyingi bo'lim nima uchun mavjud va unda nimalar berilganini aytib o'taman. Har bitta bo'limda, masalan, in the morning, in the bus mavzusida nursery rhyme'lar berilgan. Nursery rhyme'lar bu bolajonlar uchun aytiladigan qo'shiqlar, she'rlarni nursery rhyme deb aytamiz. Men bundan keyin videomda faqat nursery rhyme deb gapirib ketaman. Bilasizmi, men Xitoyga borganimda bitta narsaga juda ham hayron qolganman. Bolalarni o'tkazib olib, tinmasdan Xitoy tilida ob-havoni o'rgatsa ham bunaqa bo'pti, shamol bo'pti, yomg'ir bo'pti harakatlar bilan o'zini tilida ham shularni albatta qo'shiqlar orqali, she'rlar orqali o'rgatishar ekan. Kiyinish ham hammasi, uniki ham, buniki ham emotsiya ham hammasi qo'shiq, she'r. Men o'zi ingliz tilida ham bilardim. Bolaligidan bolamga allani o'rniga men unga shu nursery rhyme'lar aytib berardim. To'xtamasdan nursery rhyme'lar aytib uxlatardim. Qulog'iga ko'proq ingliz tili kirishini xohlardim. O'ylab qoldim.
o'zbek tilida, hattoki men rus tilida ham juda ham ko'p bolalar she'ri bilaman. O'zbek tilida qanaqa she'rlar bor? Qo'g'irchog'im Natasha yeb qo'yibdi ko'p kasha va yana bir ikkita she'rlarni esla oldim. Quyonim na bo'ldi, kasalga o'xshab o'tiribsan. Boshqa bundoq mazmun beradigan, bolaga nimanidir o'rgatadigan narsa topa olmadim. Aslida qo'shiqlar ahamiyati o'ta darajada kuchli. Ingliz tilida o'qishni o'rganish, aynan o'qishni o'rganish juda ham qiyin hisoblanadi. Chunki har doim aytaman, bitta anekdot bor. Ingliz tilida Liverpool yoziladi, Manchester o'qiladi. Nafaqat bizni bolalar, nafaqat bizni kattalar, o'zlarini farzandi ham o'qishni o'rganishga struggle qilishadi, ko'pincha qiynalishadi va shuning uchun ham bu narsani to'liq mas'uliyatini ota-onalar maktabga tashlab qo'ymaydi. O'zlari ham kichkinaligidan bolaga o'qishni o'rgatishda maktabga yordam berishadi. Chunki o'qishni yaxshi o'qimagan bola o'qiy olmasdan qolib ketishi mumkin hisoblanadi. Va nima sababdan farzandlarimiz hozir yaxshi o'qisha olmayapti deb rosa tadqiqot qilishgan ekan. Nima ularda malnutrition bo'lyaptimi, yaxshi ovqat yemayaptimi? Nima bo'lyapti ularda? Yaxshi o'qitilmayaptimi, yaxshi vaqt ajratilmayaptimi? Va oxiri shunga yetib borilgan ekanki, avvalgi davrlarda ularda juda ham ko'p bolalar tug'ilgandan ko'p ularga nursery rhyme'lar aytib berilib yodlatilgan ekan va u orqali bolaga minglab so'zlar bolani miyasiga yozilib borgan bo'lgan va shu sababli ular oson o'qib ketishgan. Bu narsani sinab qaysidir gruppa bolalariga tug'ilgandan o'sha ko'p nursery rhyme'lar aytib berilgan, yana bir guruh bolalariga nursery rhyme'larsiz katta qilishganda nursery rhyme o'rgatilgan bolalar, aytib berilgan bolalar haqiqatan tez o'qib ketishgan bo'lgan. Va bu narsani o'qiganimda bu narsa juda ham muhim bo'lgan menga va bolamga ham juda ham ko'p nursery rhyme'larni YouTube'da qo'yib berib, multfilmini qo'yib berib emas, o'zim og'zaki o'rgatib, og'zaki aytib berib o'rgatganman va videolarim bor. Hozir ham bolam juda ham ko'p nursery rhyme'lar men boshlasam davomini etib keta oladi. Men bularni har bittasini yillar davomida Xitoyda ishlatgan, farzandim bilan ishlatgan, o'quvchilarni o'qitish jarayonida ishlatgan, sinalgan, tekshirilgan videolar olingan, animatsiyalari ham, bular hammasi YouTube'dagi videolar ham pul keltiradi, bilasizlar, biznes darajasiga olib chiqilgan. Shuning uchun mabodo bolangiz o'zi ko'rishni umuman tavsiya qilmayman. Mabodo ko'rganda ham bolaga nagruzka bo'lmaydigan videolar tanlab olingan va albatta qo'shiqlar tilni eslab qolish uchun, so'zlarni, frazalarni eslab qolish uchun, gapirib ketish uchun juda ham katta bolaga beriladigan fundament, baza hisoblanadi. Masalan, o'ylaydigan bo'lsangiz, rus tilini o'rtacha bilsangiz yoki hattoki o'zbek tilida ham qaysidir she'rni yodlashingiz uchun sizga juda ham ko'proq effort ketgan bo'ladi. Lekin o'zingiz mazza qilib eshitadigan ashulalarni hech kim sizga majburlamagan bo'lsa ham yodlab olgansiz. Tohir Sodiqov qaysidir ashulasini boshlab aytib ketadigan bo'lsam, siz davomini aytib ketasiz. Xuddi shunaqa narsa. Mozg, miya qo'shiqlarni, ritmni juda ham yaxshi ko'radi. Ayniqsa bolajonlarning miyasi ritmni sevadi. Shu sababli ular tilni o'zlari bilmagan ravishda qo'shiqlar orqali podsoznaniyasi ong osti tabiiy ravishda o'rganib oladi va siz ularni to'g'ri qo'llangan holda ingliz tilini o'rgatish uchun ishlatsangiz bo'ladi va ulardan qanday foydalanish sirlarini men dasturda alohida video qilib yozib qo'yganman. Albatta o'sha usullarni qo'llab siz juda ham katta natijalarga erishsangiz bo'ladi. Va musiqa ham albatta bolani miyasiga juda ham zo'r ta'sir qiladi. Qofiya asosiy bazasi, nursery rhyme'larning bazasi bu qofiya, ritm va albatta takrorlash. Siz nimanidir farzandingizga o'tirib, this is red 10 marta takrorlaysiz, bu juda ham zerikarli. Lekin qaysidir ashulani birga orqa fonda qo'yib yoki uni o'ynayotganda siz o'zingiz qo'shiq qilib aytib beradigan bo'lsangiz, bu o'zingizni ham, bolani ham joniga tegmaydi. Bu faktor inobatga olingan. Keyingi bo'limga keladigan bo'lsak, meni eng sevgan bo'limim bu kitob bo'limi. Kitob bo'limida men ingliz tilidagi o'zimni farzandimga o'qib o'rgatgan o'zini kitoblari, hattoki o'zini kitoblari, qayta yuzlab marta o'qib bergan kitoblarini men aynan o'qib berib ko'rsatganman. Chunki juda ham ko'pchilik so'raydi, ham meni siz o'qish stilingizni juda ham yaxshi ko'ramiz deb aytishadi. Tasavvur qilishingiz uchun qanaqa o'qiladi ko'rsatib berganman. O'sha videodan ko'rib turib siz uni elektron darslik sifatida foydalansangiz bo'ladi. Men o'g'limni 6 yildan buyon kuzatib, qaysi narsalar uni esida qolyapti, nimalardan u foydalanib
qayerda eshitgan so'zlarni, gaplarini ishlatyapti nutqida deb juda ham ko'p o'zimga savol berdim, o'g'limni kuzatib bordim. Xullas, o'g'lim g'irt tajriba quyonchasi bo'lgan. Men maksimal darajada uni kuzatib, qanday o'zi bola o'rganadi degan savolga real vaqtda javob berishga harakat qildim va asosan unga biz suhbatimiz, birga kuylagan qo'shiqlarimiz va ayniqsa o'qigan kitoblarimizda u tilni yaxshi o'rganganligini men unda kuzatdim. Shu sababli kitoblar o'qib berilgan kitoblardan tashqari eng bolaga foydasi tegadigan 100 ta kitoblar ro'yxatini ham berib o'tganman. Siz o'sha kitoblarni sotib olib, elektron versiyasini topib turib farzandingizga o'qib bersangiz bo'ladi. Bu kitoblar shunchaki o'qib berish emas. Bu kitoblar, bitta misol bilan aytaman. Deylik, masalan, Brown Bear kitobi. Brown Bear kitobi ham shunchaki kitob o'qish emas. Bu yerda bola bu kitobni o'qib berganda bola tabiiy ravishda ranglarni o'rganadi va ranglarni buyumlar bilan assotsiatsiya qilish uchun ham bolaga ozgina yordam kerak bo'ladi. Brown bear bu уже assotsiatsiya ketyapti. Endi brown table shu assotsiatsiyani qancha tez o'rgansa, bola shunchalik tez so'zlarni bir-biriga qo'shib gapirishni o'rganadi. Qaysidir kitobda sifatlarni o'rgatamiz, qaysidir kitobda prepositionlarni o'rgatamiz. Shularni hammasi inobatga olingan. Biznes uchun chiqarilgan, animatsiyalari qing'ir-qiyshiq, rang-barang bo'lgan har qanday kitoblar olinmagan. Kitoblar juda ham e'tibor bilan va ro'yxatdagi kitoblar ham e'tibor bilan tanlab olingan kitoblar hisoblanadi. Kitoblar nafaqat bizga ingliz tilini o'rgatadi, balki hozirgi kunda eng qiyin bo'lib turgan narsa diqqatni jamlash, bolani diqqatini jamlash, fokusni bir joyga qaratish. Bundan tashqari so'z boyligini tabiiy ravishda o'stirishni ta'minlaydi. Va yana bitta faktor bor. Biz non-nativelar sifatida bolamizga tilni ko'p eshitkizishimiz kerak. Aynan eshitib listening bolada kuchli rivojlanadi. Chunki bu yerda voqealik bor. Keyingi betda nima bo'lar ekan, tushunmay qolaman, eshitmasam degan narsa bor. Bu narsalar aynan bolani qulog'ini lokator qilib, bor vujudi bilan eshitib o'tirishini ta'minlaydi va kichkinaligidan bu narsaga o'rgatadigan bo'lsangiz, qarabsizki, farzandingiz kitoblarsiz yasha olmaydigan bo'ladi va undan keyin siz shunchaki o'qishni o'rganib bo'lgandan keyin to'g'ri kitoblar tanlash orqali farzandingiz o'zi ingliz tilini o'rgana oladigan qilasiz. Va kitoblar o'qishda menga eng yoqqan tarafi bu bonding hisoblanadi. Har xil vaziyatlar bo'ladi, farzandingizdan jahlingiz chiqqan holatlar bo'ladi, bir-biringizdan xafa bo'lgan holatlar bo'ladi. Juda ham ko'pchilik aytadi, ona bola sifatida sizlar munosabatingiz juda ham qanaqadir samimiy deb. Nimaga? Biz har kuni kitob o'qigan paytda birga kulamiz, birga qahramonlarga xafa bo'lamiz, birga o'sha voqealarni yashab o'tamiz, qanaqadir faktlar o'rganamiz, keyin uni yana further research qilamiz, Google'da ochib, ha, u bunaqa bo'lar ekan, Formula 1da bunaqa bo'lar ekan, bu hayvon mana bu joyda yashar ekan deb juda ham ko'p ma'lumotlarni birga o'rganganimiz, birga kulganligimiz, birga voqealarni yashab o'tkazganligimiz sababli bizning munosabatlarimiz juda ham yaxshi va juda ham ko'p bizning hayotimizda holatlar bo'ladi. Qaysidir xafa bo'lib qolgan holatda o'g'lim yoki o'ta xursand bo'lib ketgan holatda shu hayotiy vaziyatlarda biz kitobda eslaymizda, masalan, Did Pete Cry? Pete the Cat kitobidan desam, xafa bo'lib qolsa nimadir vaziyatda o'g'lim aytadi, goodness no deydi. Shu bilan biz u vaziyatdan chiqib ketamiz. Xullas, kitoblar shu darajada oltin manbaki, siz bemalol o'sha bo'limimizdan foydalansangiz bo'ladi. Alohida bestsellerlar bo'limidan tashqari meni 5 yildan buyon kitob do'konimda juda ham bestseller bo'lgan va ko'plab bolalarga ingliz tili o'rgatgan, yuzlab so'zlarni tabiiy o'rgatgan kitoblar to'plami bor. Hayneman kitoblar to'plami juda ham ko'pchilik biladi. O'sha kitobdan ham 30 tasini aynan o'qib ko'rsatganman. U videodan ham siz o'qib yoki eshitib, ko'rsatib foydalansangiz bo'ladi.
Bo'limlarimiz bu bilan nihoyasiga yetmaydi. Chunki men maksimal darajada shuncha yil o'rgangan narsalarimni maksimal darajada berishga harakat qilganman. Shu sababli keyingi bo'limlar bu barmoqchalar bilan o'ynab aytiladigan qo'shiqlar va farzandingiz chaqaloq bo'ladigan bo'lsangiz, tizingizga qo'yib olib aytiladigan mashqlar berilgan, o'yinlar, nursery rhyme'lar berilgan. Sababi biz juda ham ko'p informatsiyani tanamiz, harakatlarimiz orqali qabul qilamiz va bola endi rivojlanayotgan payti bu ham bolani katta motorikasini, kichik motorikasini rivojlantiradi va tanasi orqali kirgan informatsiya uzoqroq muddatga tabiiy holda eslab qolish muddati uzoq bo'ladi. Shu sababli bunday o'yinlar ham kirgizilgan. Ularni siz ko'rib, yodlab farzandingiz bilan takrorlashingiz mumkin va juda ham ko'p ko'raman. Bolalarga aynan shunaqa qo'shiqlarga katta ehtiyoj bor. O'zimni masalan jiyanimga ham hozir har safar yonida birga bo'lganimda men unga juda ham ko'plab shunaqa qo'shiqlarni aytib beraman va u meni juda ham yaxshi ko'radi va har doim kelib orqamdan takrorlab gaplarimni ham takrorlashga harakat qiladi. Bu biz uchun zo'r imkoniyat. Bolani o'tir, orqamdan takrorla, ingliz tili o'rganyapsan, men o'rgatyapman deb majburlamasdan, unga voy ashula aytib beryapman, o'yin o'ynayapmiz deb turib, siz ingliz tilini siz ham o'rgatganingizni bilmay qolasiz, u ham o'zi tabiiy o'rganganini bilmay qoladi. Bu bo'limlar bilan dastur o'z nihoyasiga yetmaydi. Yana bir bo'limlar bor. Bu activity'lar bo'limi. Unda siz oddiy hayotingizda, uyingizda bor narsalar orqali farzandingizni paypog'i, kaptogi, shar, butilka orqali o'yinlar o'ynab, ingliz tilida o'yinlar o'ynab o'rgatishingiz mumkin. Siz ingliz tilini yaxshi bilmasangiz ham 4 ta 5 ta frazalarni o'rganib olib turib, kunma-kun masalan bitta o'yinni olasiz, 2-3 kun o'ynaysiz yoki bir kun o'ynab, keyin yana keyingi hafta takrorlaysiz. Asta-asta shu orqali siz farzandingizga ingliz tilini qadamma-qadam singdirib borib, o'zingiz ham shu narsalarni o'rganib olishingiz mumkin. Lekin bu boya aytganimdek shunchaki ingliz tilini o'rganish uchun emas. Bu o'yinlar orqali siz farzandingizni katta motorikasi, kichik motorikasini rivojlantirasiz va bu narsa tilni rivojlanishida, nutqni rivojlanishida juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Har bitta aktivitetlar qanaqa o'ynalishi videoda ko'rsatilgan va har bittasini tagida frazalar tarjimasi bilan yozilib va albatta ingliz tilisini men audio versiyasini berganman, eshitib takrorlasangiz bo'ladi. Mazza qilib farzandingiz bilan o'ynab ingliz tilini o'rganasiz. Hozir siz dasturdagi buncha ma'lumotni ko'rib, voy buncha narsani men bolamga qachon o'rgataman, qayerdan boshlayman, nima qilaman degan savol tug'ilishi mumkin. Xavotir olmang, bola tilni qanaqa o'rganadi, qanaqa rivojlanadi, oilalarda qanaqa strategiya qo'llaniladi, bola qarshilik qilsa nima qilishimiz kerak, qancha vaqt ajratamiz, qaysi vaqt ajratamiz, barcha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'zim xuddi shu tarzda 10 dan oshiq 15 ga yaqin dars yozib dasturga joylaganman. Ularni ko'rib to'liq dasturdan foydalanish haqida sizda ideya hosil bo'ladi. Lekin shu narsani aytmoqchimanki, bu qanaqadir olib kompyuterda yoqib eshitsangiz natijaga erishadigan qanaqadir psixologicheskiy dastur emas. Bu dastur ustida albatta ishlashingiz kerak, mehnat qilishingiz kerak. Hech bo'lmasam farzandingizga bir kunda 15-20 daqiqa sarflashingiz kerak bo'ladi va o'shanda albatta siz natijaga erishasiz. Juda ham ko'p, hattoki o'zi o'qituvchi bo'lgan ota-onalar ham farzandiga ingliz tili o'rgatmaydi. Nimaga? Chunki motivatsiyasi so'nib qolaveradi. Sababi biz agar kattalarda o'qitadigan bo'lsak, bugun o'rgatgan narsamizni ertaga natijasini darhol ko'ramiz. Lekin hali gapirishni boshlamagan, chaqaloq, tili hali rivojlanmagan, tili hali chiqmagan, 5-6 yosh hali o'tira olmaydigan bola natijani birdaniga ko'rsatmaydi. Ularda natija compound yig'ilib, birdaniga xuddi bola so'zlarni bilsa ham, o'zini ona tilisida ham gapirib yubora olmaganda, xuddi bunda ham avval bola xuddi gubkadek hammasini yig'ib oladi, keyin shundoq siqsangiz chiqarishni boshlaydi. Va shu paytda men qanaqa o'ylardim?
men nimaga give up qilmaganman? Chunki men bitta gapda eshitib olgan edim. Sen nimadir maqsadga erishmoqchi bo'lsang, u uzoqdami, sen birdaniga uning o'rniga sakrab borib qola olmaysan. Uni xuddi bir yo'lga chiqqanday tasavvur qil. Shunda men o'zimda xuddiki masalan Samarqandga ketib turgan odamdek tasavvur qilaman. Samarqandga yo'lda, mashinada ketib tursam, menga Samarqand ko'rinib turadimi? Samarqand ko'rinib turmasa, men voy yo'q, Samarqand ko'rinmayapti, endi qaytaman deb yarim yo'ldan qaytib bormayman. Bilaman hozir ob-havoga qarab 1, 3, 5 kilometr menga ko'rinib turar. Shu yo'lni sekin, shu yo'ldaman, to'g'ri yo'ldaman, shu yo'l bo'yicha borib o'tsam, albatta menga Samarqand ko'rinadi, Samarqandga yetib boraman. Ya'ni birdaniga o'g'lim gapirishni boshlamasa ham, birdaniga natijalarni ko'rsatmasa ham men o'rgatishda davom ettirganman. Chunki bir kun pop etkizib yorilib, bir kun ingliz tilida gapira boshlashiga aniq ishonganman va shunday ham bo'lgan. Sizda ham xuddi shunday bo'ladi. Lekin menga ham hammasi buni juda ham oson, xuddi xamirdan qil sug'urgandek bo'lmagan. Birinchi menda ham eng katta xato juda ham kech, ya'ni o'g'lim 4 yoshiga kirganda boshlaganim bo'lgan. Undan oldin men faqat ashulalar aytib berganman bolamga, chunki hech qanday kimdan ma'lumot olishni bilmaganman. Yon atrofim, o'rtoqlarim ichida ham hech qaysi farzandiga o'zlari ingliz tilini zo'r bilsa ham o'rgatishmasdi. Chet elliklardan so'raysam, ular xuddi men o'zbek tilini qanaqa o'rgatsam, shunaqa o'rgatishgan edi. Menga qarshiliklar bo'lgan. 4 yoshda boshlaganimdan keyin o'g'lim menga birinchi qilgan qarshiligi menga bunaqa gapirmang derdi. Ya'ni u menga ingliz tilida gapirmang deb aytolmasdi. Mendaqa gapiring, unaqa gapirmang derdi. Injiqlik qilardi, yig'lardi. Bundan tashqari, masalan, kitoblarda o'qib berganimda tushunmagan paytlarda u ham asabiylashgan paytlari bo'lgan, yo'q deb turib olgan paytlari bo'lgan. Men masalan unga qo'shiqlar aytib beradigan bo'lsam, u birdaniga ertangi kuni menga takrorlab, undan keyingi kuni uni nutqida ishlatib ketmagan. Albatta bu hammasi mehnat, sabr va to'g'ri yo'ldaligingizni bilasiz. Sizga ozgina yo'l ko'rinyapti. Men sizga eng zo'ri tayyor yo'l, shablon, hamma kerakli narsalar beryapman. Siz sekin-sekin shu yo'ldan bosib o'tsangiz, albatta natijaga erishasiz va bu qilgan mehnatimdan men hozirgi kunda juda ham minnatdorman. Nafaqat men, balki o'g'lim ham hali kichkina bo'lsa ham 4 yoshda boshlagan bo'lsam, 5 yoshidan boshlab u menga quchoqlab, "Ayajon, yaxshi ham menga ingliz tili o'rgatgansiz, yaxshi ham men ingliz tilida kitoblarni tushunaman" deb birga kitob o'qisak, xursand bo'lib meni quchoqlab rahmatlar aytgan. Hozirgi kunda bu menga nima berdi? Birinchi o'rinda men masalan qaysidir mamlakatga ko'chib ketmoqchi bo'lsam, bemalol o'g'limni olib har qanday xalqaro maktabga qo'yishim mumkin. To'g'ri, boshida ozgina qiynalishi mumkin, lekin ko'p emas. U birdaniga moslashib keta oladi muhitga. Va o'g'limda menda yo'q bo'lgan narsa bo'lgan. Masalan, men o'zimda chet ellik o'rtoqlarim bilan yig'iladigan bo'lsam, bemalol o'g'limni olib bora olaman va o'sha yerda chet elda yashaydigan o'rtoqlarimning farzandlari bilan ham u suhbatlashib, biz bilan ham bemalol suhbatlashib o'tirishi mumkin. Boshqa o'rtoqlarimning ingliz tilida gapira olmaydigan bolalari u joyda ozgina networkingda qiyinchilik bo'ladi. Va bitta juda ham men o'zimni hayron qoldirgan narsa, men o'zim buni kutmagandim, bunaqa bo'ladi deb. Masalan, siz men boshlab ingliz tilini o'rganib, o'zbeklar bilan ravon gapirayotgan paytimda ham amerikalik gapirsa, men uni umuman tushunmasdim. Yoki masalan hind gapirsa, uni ham qanaqa gapiryapti, Filippin boshqa gapirsa tushunmasdim. Faqat o'zbek bilan muloqot qilsam tushunardim. O'g'limda qanaqa bo'lar ekan deb men uni har xil millat vakillari bilan, Filippin, hind, amerikalik, angliyalik amerikalik tanishlarim bilan gaplashtirib ko'rdim va to my surprise deydi-ku, meni bu narsa hayron qoldirdi. Kichkinaligidan o'rgangandan keyin bu juda ham tushunmagan, bizni aqlimiz yetib bormagan ravishda bolaga tabiiy ravishda kirib borar ekanki, u har qanday millat bilan bemalol ingliz tilida uni variatsiyani, ingliz tilining boshqa variatsiyalarini yoki bo'lmasam aksentlarni tushunib, bemalol ular bilan muloqot qilib, ya'ni meni ham ishimni oson qilyapti. Kimdir bilan, o'rtoqlarim bilan ko'rishadigan bo'lsam, tanishlarim bilan ko'rishadigan bo'lsam, u taxtaga o'xshab turmaydi. Naborot, unga listening bo'ladi, boshqalar bilan suhbat qiladi, bolalari bilan o'ynaydi. Yana bir meni xursand qiladigan tarafi,
Yana takrorlab aytaman, bu albatta kitoblar. Men juda ham ko'p harakat qilib qancha narsa o'rgatgan bo'lsam, endi bu yog'iga u o'zi kitob o'qiy olgan bo'lgani uchun kitoblarda yangi so'zlar uni словарный запasiga kirib bormoqda va o'zi, mensiz ham o'zi ingliz tilisini kuchaytirib boryapti. Va biz kitoblarda to'liq ingliz tilida o'qiymiz. Sababi ingliz tilida yozilgan kitoblar, bolalar uchun kitoblar psixologik jihatdan ham bolani o'sha rivojlanish bosqichiga mos berilgan. Masalan, internetda shu kitob necha yoshli bolaga mo'ljallangan deb chiqsam, deylik bu 1 yoshdan 4 yoshgacha deyilgan bo'lsa, aynan haqiqatda 1 yoshdan 4 yoshli bolalar uchun mos bo'lgan lug'atlar, mos bo'lgan strukturalar, takrorlanishlar beriladi va bunday tarzda yozilgan kitoblar o'qilganda ham bolani diqqatini o'zida ushlab tura oladi. Lekin o'zbek tilida yozilgan kitoblar hozircha ochadigan bo'lsangiz, birinchidan ularning yosh kategoriyasi berilmagan. Ertaklar o'qib beraman desam, ertaklar uzun ular tugaguncha o'g'lim masalan zerikib qoladi. Ya'ni bolani rivojlanish bosqichiga moslab tuzilmagan. Undan tashqari bizda asosan yoshligingizda qanaqa kitob o'qigansiz? Bola bo'lganingizda faqat ertak kitoblar. Bular albatta juda ham yaxshi, lekin hozir bolani bolaligidan meditsina, texnologiya, tarix, umuman science, mikroblardan qutulish deysizmi, kundalik turmushimizdagi narsalar, bundan tashqari feelinglar, emotsionalniy intellekt hammasi yoshlikdan asta sekin kitoblar orqali singdirilib boradi. Va men nimada qiynaladigan bo'lsam, masalan bolaim his tuyg'usi bilan qiynalyapti, men shu bo'yicha ingliz tilida kitob sotib olaman, mazza qilib buni o'qiymiz, darrov o'g'limda o'zgarish sezaman. Qo'lini yuvmay qo'ydimi, mikroblar haqida kitob o'qiymiz, tahlil qilamiz, ozgina balki o'ynaymiz, darrov o'g'limda o'zgarish sezaman. Ya'ni bu menga juda ham katta yordam hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ham ko'pchiligimiz sayohat qilyapmiz va o'tgan yili masalan o'g'lim bilan Turkiyaga chiqqanimizda, o'g'lim turkchani yaxshi bilmaydi. Aeroportlarda, stansiyalarda qayerga borsak, bemalol o'g'lim insonlar bilan ingliz tilida muloqot qila oldi. Muzeylarga bordik, muzeylardagi ma'lumotlar, akvariumdagi ma'lumotlarni, videolarini bemalol ingliz tilida ko'rib, o'qib va o'sha narsalar hammasini grasp qila oldik, ya'ni o'zimizga singdira oldik va bu narsani his qilish juda ham katta qanaqadir baxt berar ekan. Chunki meni o'zimda bunaqa narsa bo'lmagan, hattoki universitetda bitirganimda ham bu darajada erkin men tushunmas edim ingliz tilini. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, agar siz meni Instagramda kuzatmagan bo'lsangiz, meni o'g'lim unaqa aqlli, akademik, boshini kitobdan ko'tarmaydigan bola emas yoki maktabda super geniy o'qimaydi. U juda ham o'rtacha, harakati ko'p bo'lgan, bir joyda ko'p tura olmaydigan, kitoblarni ham oyog'ini osmondan qilib o'qiydigan, dars qilishga erinadigan, oddiy xarashist bola. Meni yordamim umuman bo'lmasa, balki u maktabda 3 ga o'qishi mumkin. Hech qanaqa geniy emas. Ya'ni aytmoqchimanki, voy bu o'zini bolasi juda ham aqlli deb o'ylamang, juda ham oddiy bola. Agar u akademik o'zimga o'xshagan kitoblarni o'qishni o'ta darajada yaxshi ko'rib, o'ta daraja o'qishni yaxshi ko'rganda, yana ham balki ko'proq yutuqlarga ega bo'lar edik. Men shu sho'x o'g'limga shunchalik o'rgatibman, siz bundan ham zo'r natijalarga erisha olasiz. Nimaga men qayta 4 yoshgacha boshlashim kerak, 4 yoshgacha boshlashim kerak deb aytyapman? Sababi miya qancha yosh bo'lsa, shuncha tilni ona tildek o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana sizga fakt bilan aytaman. Bola tug'ilgandan 3 yoshgacha boshlasangiz, unda 80-90% xuddi ona tildek o'zlashtirib ketish imkoniyati bo'ladi. Agar 3 yoshdan 6 yoshgacha boshlaydigan bo'lsangiz, bu imkoniyat 50-60% gacha tushadi. Siz o'ylashingiz mumkin, yo'q, hozirdan qiynamasdan bolamni katta bo'lganda 2-3 yil beraman yo 5-sinfdan boshlab qatnataman IELTSga, IELTSdan yuqori ball oladi deb. To'g'ri, siz shunaqa qilishingiz ham mumkin, lekin aslida bu juda ham ko'p vaqt oladi va men nima uchun bu narsani O'zbekistonda juda ham targ'ib qilyapman? Sababi biz rivojlanishimiz kerak. Ingliz tili men juda ham muhim bo'lsa ham, bu bilasizmi, qanaqadir wow narsa emas. Bu bolalarimiz uchun oddiy hol bo'lishi kerak. Bizni bolalarimiz o'sha vaqtini yillab darsdan keyin hamma fanni tashlab qo'yib, faqat ingliz tili o'rganishga emas, ular endi science,
ilm fanni o'rganib juda ham yuqori cho'qqilarga chiqish kerak. Biz bolalarimiz NASAlarda ishlash kerak, katta korporatsiyalarda direktor bo'ladigan, liderlar bo'lib yetishib chiqish kerak. Ingliz tilini zo'r biladigan inson 2-3 oy faqatgina uni texnikalarini ko'rib chiqadigan bo'lsa, bemalol yuqori ball olishi mumkin bo'ladi. Shu narsani unutmang. Shu sababli albatta iloji boricha mana shu videoni ko'rdingizmi? Bo'ldi. Bugundan boshlang, izlaning, harakat qiling. Internetda ma'lumotlar juda ham ko'p. Agar sizni oldin harakat qilgan bo'lsangiz, o'xshamagan bo'lsa yoki bo'lmasam siz qayerdan boshlashdi, nimadan boshlashdi, boshingiz aylanib ketayotgan bo'lsa, mana bu videoni ko'rayotganingiz siz uchun juda ham yaxshi belgi. Allaqachon men siz uchun yillab bosh qotirib, 1 yil o'tirib hammasini chiroyli qilib, xarita qilib tuzib qo'ydim. Agar siz dasturga qiziqayotgan bo'lsangiz, men sizni hozir tariflar bilan tanishtirib o'taman. Bu dasturni tayyorlashdan oldin va umuman yozish jarayonida men juda ham ko'p ota-onalar bilan, onalar bilan suhbatlashdim va hammani holati, sharoiti har xil va shunga qarab buni 3 ta tarifga bo'lib chiqaman. Ularni hozir sizga birma-bir tanishtirib o'taman. Demak, birinchi tarifimiz bu Curious tarifi. U tarif qanaqa bo'lar ekan, sinab ko'ray deb qiziqayotgan onajonlar uchun mo'ljallangan va soddaligi bilan, o'zini foydasi bilan ajralib turadi. Bitta tanishtiruvchi dars, u darsda men sizga dasturdan qanday foydalanish haqida to'liq tushuncha berganman. Bundan tashqari tematik videolar, ya'ni kundalik frazalar uchun mo'ljallangan videolar. Siz ularni tomosha qilib, eshitib, frazalarni balkim takrorlashingiz mumkin, mashq qilishingiz mumkin, talaffuzingiz ustida ishlashingiz mumkindir. Hamma har xil maqsadda ishlatadi. Xullas, yodlab olishingiz uchun yordam bo'ladi. U yerda albatta qo'shiqlar va ularning videolari, tekstlari ham berilgan. Bularning hammasi tekshirilgan, har bittasi o'zimning sinovimdan o'tgan videolar hisoblanadi. Va siz bu tarifda 9 oylik dostupga ega bo'lasiz. Lekin siz natijangizga qarab bu dostup uzaytiriladi. Siz bizga farzandingiz bilan ishlaganingizni, qanaqa natijalarga erishganingizni yuboradigan bo'lsangiz, natijangizga qarab biz dostupni uzaytirib beramiz. Siz birinchi qadamingizni qo'yishingiz uchun ham aslida shu tarifni o'zi ham yetarli bo'ladi. Men xohladimki, bu tarif hammaga dostupni bo'lsin, hamma olib foydalana olsin. Shuning uchun bu yerda hamma dasturning yuragini berishga harakat qilganman. Ikkinchi tarif bu endi farzandini kelajagiga yana ham jiddiyroq yondashuvchi onajonlar uchun. Shuning uchun biz uni serious, ya'ni jiddiy deb nomlaganmiz. Chuqurroq farzandi bilan shug'ullanishni xohlovchi onajonlar uchun. Yuqorida aytib o'tgan barcha narsalarim, PDFlar, videolar, audiolar, hammasi, qo'shiqlar bor va undan tashqari 5 ta interaktiv activity berilgan. Ular orqali siz aynan bolalarga ilk fe'llarini verblar bilan ishlashni tanishtirish orqali siz tilni mukammal o'rgatishingiz mumkin. Bu yerda yana bir martalik siz bilan onlayn savol javobimiz bor. Sizda qanaqadir savollar tug'diradigan bo'lsa, yozib yursangiz, ularni men onlayn efirda javob beraman. Va bu yerda yana 10 ta Hayniman kitoblarini o'qib berganman. Hayniman kitoblari bu juda ham meni kitob do'konimda ko'p sotilgan bestseller kitoblar hisoblanadi. U yillar davomida sinovdan o'tgan aslida, lekin meni o'zimning sinovimdan ham o'tgan va meni farzandim ilk gaplarni aynan shu kitobdagi frazalardan foydalanib gapirishni boshlagan. Siz bu kitoblar orqali eng birinchi ingliz tiliga qadamlaringizni va so'zlarni lug'at ichida yodlash imkoniyatiga ega bo'lasiz va ularni qanday o'qish kerak ekanligi haqida tushunchaga bo'lasiz. Bundan tashqari 3 ta bestseller asarni ham o'qib bergan videolarim bor. Ulardan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Endi 3-tarifimiz bu farzandning kelajagiga befarq bo'lmagan, juda ham jiddiy qaraydigan va umuman bu dasturni haqiqiy mohiyatini tushungan ota-onalar uchun. Asosan endi onalar shug'ullangani uchun super mom deb nomlaganmiz, lekin bu super parents deb ham olsangiz bo'ladi. Xo'p, bunda siz farzandingizni endi ilk ustozga aylanasiz, haqiqiy ustozga aylanasiz va farzandingiz bilan chuqur shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
olasiz. Bu yerda yuqorida aytgan barcha narsalarim bor, lekin aynan bu tarifda yanada bolani aynan tanasi orqali uni o'ynatib, masalan tizingizga qo'yib qo'shiqlar aytib berib, barmoqlaringiz bilan qo'shiqlar aytib, massaj qilayotgan jarayonda siz unga inglizcha qo'shiqlar nursery rhyme'lar aytib, yanada farzandingizga ingliz tilini tanasi orqali chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatini bera olasiz. Va bu yerda 10 ga yaqin barmoqchali o'yinlar, 10 ga yaqin bolani tizingizda o'ynatib aytiladigan qo'shiqlar va hattoki bonus sifatida massaj uchun ishlatiladigan oson she'rlarni ham berib o'tib ketganman. Bu tarifda Hayneman kitobida naq 30 tasini A, B, C levelidan o'qib berganman. İlk qadamlarni aynan shu kitobdan boshlab, keyin yanada ingliz tilini o'rganishga chuqurroq kirishishingiz mumkin. Va bu yerda bestseller kitoblardan 10 dan oshiq bestseller kitoblari o'qiganman. Ular ham sizni ingliz tilini o'rganish uchun haqiqiy ustun asos bo'ladi. Siz men bilan 3 marta bog'lanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 3 marta jonli efir qilib, sizni barcha savollaringizga javob beraman. Bu tarifda bo'lsa, siz dasturga 18 oylik dostupga ega bo'lasiz va bu tarifda ham siz harakatlaringizga qarab, natijangizga qarab uni biz cho'zib beramiz. Dastur va uni foydasi haqida men yana juda ham ko'p gapirishim mumkin, lekin shundoq ham video cho'zilib ketdi, lekin keyingi videolarda albatta foydali informatsiyalar bilan yana ochib berishga harakat qilaman. Agar siz dasturga hoziroq yozilmoqchi bo'lsangiz, pastda shu videoning ostida Telegram adminimning linkini qoldirganman. U orqali o'tib yozsangiz, adminlar sizga aloqaga chiqib barcha ma'lumotlarni beradi va hoziroq gruppaga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yoki sizga qulay paytda qo'ng'iroq qilishlarini xohlasangiz, Google forma bor, pastda linkini qoldirganman. O'sha bo'yicha kirib ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, sizga qulay bo'lgan vaqtda aloqaga chiqamiz. Dastur sizga yoqqanligi haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring, o'qib xursand bo'laman. Bu videoga like bosishni unutmang va albatta bu kanalga obuna bo'ling, chunki u yerda bolalar psixologiyasi, til o'rganish, umumiy ularni rivojlanish haqida men juda ham ko'plab ma'lumotlar berib boraman. Sizni qaysidir tanishingiz farzandiga ingliz tili o'rgatmoqchi bo'lib yo'lini topolmayotgan bo'lsa, albatta bu videoni unga yuborib qo'ying. Onajonlar, maktablar, bog'chalar gruppasiga ham yuborishni unutmang va men sizni keyingi videolarimda kutib qolaman.